Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran ortidagi qadrli ko'rurmanlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur akademiyasi suhbatiga xush keldinglar. Bugun bu programda o'z kasbiga oshiq, natijalik Uyg'ur ziyolilaridan yana birisi bilan hamsuhbat bo'lamiz. Agar vatanni sevgan bo'lsangiz va jannat kabi manzillarni huzurlay desangiz, diqqatingiz bu programda bo'lsin. Bugungi qimmatli mehmonim hozirgi zamon Uyg'ur fotografiya kasbida utuq qozongan, o'z kasbini san'at darajasida voyaga yetkazib, qilib tonilgan, ko'p qitim xalqaroliq va vatandagi musobaqalarda yuqori darajalarga loyiq ko'rilgan, hatto oltin medal olgan, vatanning go'zal tog' daryolarini, yayloqlarini, o'rmonlarini, emgakchan xalqimizni yuqori badiiy mahorat bilan suratlagan rasmlar orqali xalqimizning qalbini o'rnagan, ta'riflashga va hurmatga sazovor bo'lgan fotoğraf sanatçısı Abdülhakim Ahmet Efendim boludu. Abdülhakim Efendim hoş geldiniz. Rahmet. Bugün vaqt chiqarib bu program qatnashganligingiz uchun sizga rahmat aytaman. Men sizga rahmat aytaman. Rahmat. Albatta o'tgan hafta Uyg'ur akademiyasi bilan Harvard universiteti hamkorligida o'rinlashtirilgan sizning rasmlaringiz ve san'at hayatınız bilen münasebetli faaliyetten keyin halkımız sizni yaqindan tonish arzusida bo'ldi. Şuna programga sizning hayatınız, sergüzeştiniz, o'sib ketish jarayonunuz bilan boshlaylik. Qani marhamat amsa so'z sizda. Oldi bilan bütün Uyg'ur jamoatiningki ro'zaytini qutluklayman. Hammalarning ro'zayti muborak bo'lsin. Rahmat. Mening hamda o'sib yetilish jarayonimni so'zlasam, to'liq bir qiziqarli bir hayot endi. Men shu vatanimizningki ko'rli qarashli xo'sh naysida tug'ilib cho'ng bo'lgan 1963-yili 5-oyning biri tug'ilib ekanman. Tug'ilgan kuningiz oz qolibdi amsa, tabriklayman. Shu o'tganki Uyg'ur akademiyasi Harvard universitetida bo'lgan shu ko'rgazmada menga sharaf bilan to'n kiydirib guvohnoma taqdim qilib, menga alohida sharaf taqdim qildi. Men Uyg'ur akademiyasiga alohida rahmatimni bildiraman. Rahmat. Şu men endi bir ismni bilsem endi şu bir madaniyat inqilobi toza avish chiqqan shundoq bir zamon keldi u. Endi boshlang'ich maktablarga kirganda bir odam mana bir o'zini qudug'andi. Shunda bir davrga to'g'ri kelib ekan. Şu çağda endi men üzem bilmeymen, aşındaq bir oltasam, kopsam, negili basam, qo'lamda qalam, bir milagi jijab qog'oz basam, tapsam qog'ozga yoki nima uchursa yeboz, yani jilab ayda bir rasmlarni chizib, xatlarni yozib, ashundaq qildi ekanman. U chaqdagi ma'rif endi hammaylar bildi, unda belki universal hamjiyati maktab undaq. Resim kasbi, müzik kasbi, unda hozirgidek unda imkoniyati yo'q. Endi bo'liqi keyin endi hozir shu nimamga nazar solsam, shu menda endi shu nima shunda bir badiiy hujayra tenimda bor ekan. Shunday qilib güzel san'atni suydigan, şunun intildigan, şunu yaxshi ko'rdigan, shunda bir xuruj badanimda bor ekan. Tug'ma talant. Tug'ma talant. Bu hamda keyin shunda bir nimani his qildim. U narsa hamda bu badiiy did, badiiy hujayra bu deganni maktabda o'qib, tarbiya ilib yetishtirdigan bir narsa emas ekan bu. Bu ayrım şu yüzde adamның yüzünün şu qenidi bulduğan şundaq bir alaylı bir hadisken bu. Ben şuna düşündüm bu ne? Şundaq şu hoş naisi de
o'rta boshlang'ich maktablarni bitirdim. Keyin oliy maktabga imtihon o'zimlik shu madaniyat inqilobidagi vaqtida boshlang'ich matematika muallimdan zarbiya bitib, shu muallimga o'chlik qilib, matematikani obda o'rganmay, u qolgan keyingi fizika, ximiya, u tabiiy fan degan hammadagi matematika bilan munosabatli bo'lgan ekan, buning natijam yaxshi bo'lmagan ekan, oxiri oliy maktab imtihonlar vaqtida shu matematika nomerim yaxshi bo'lmag'achqa texnikum qabul qilinib qoldim. Aslida nomerim yuqurdi, oliy maktabga sizig'ini ochdi. Matematika tuban bo'lgan keyin qilib qilib bir texnikumda o'qib qoldim. Aynan shu 90-yil 92-yilgacha shu to'liq kursda bilim oshirdim. Shu Özünüz o'qigan kasbingiz undaq bo'lsa, bu fotograf sohasi emas. Emas, chunki men shunga intildim, shu o'rta maktabdagi vaqtimdami, shu bir san'at sho'yaninki nimaga rasm kasbiga bora olsam, yoki bo'lmasa Shinjong universitetiniki adabiyot kasbida o'qisam, yoki tarix kasbida o'qisam, shu tarix, jo'g'rofiya, shu fanlarda bek yaxshi-ku. Shundan orzu qildim. Yana o'zini xatimni yozib turdim, rasmni chizib turdim. Bu nimalarim hech qaysi amalga oshmadi. Shu vaqtlarimda o'rta boshlang'ich maktabda Tumay bir rasmlarni ko'chirib chizib, shundoq o'zim bilganchimda bir tarbiyalaydigan, yetishtiradigan bir odam yo'q. Bu namdagi mening oilamda dadam bir 5 vaqt namoz o'qiydigan taqvodor bir odamdi, rahmatlik. U mening shu rasm chizganimni ko'rib qolsa, kaltaknab qo'lab ketdi meni. Bu gunoh bo'ldi deb. Yo'l qo'ymaydi-da uningga. Qo'lingni chiqib o'tdi men deb. Shundoq bir nimada cho'ng bo'ldim o'zim. Keyin mushuliqi 81-yildan boshlab shu yoshlar jurnalini ko'rdigan bo'ldik. Shu chaqda bek shu jurnalda hamdaliqi bizning Uyg'ur yoziga asli keltirilib, xattatlik sohasida bir jonlanish bo'lib ketdi. Shu jurnallarda har xil o'sni xatlar e'lon qilinib, o'zimda xattatlik qiziqadigan shundoq bir nim bo'lg'achqa, shu jurnallardan, gazetlardan ustoz xattatlarning asarlarini ko'rib, o'rganib, o'rganib, shu 85 yildan boshlab nurg'un asarlarni e'lon qildim. Yoshlar jurnalida, Xinjiang madaniyat jurnalida, Tarix'daydi, shu nopuzliq jurnallarda. Shundoq bir ammo yana bir jihatdan shu nimaga foto suratchilik nimasiga qiziqaman. U chog'dagi bir foto suratchilikda shug'ullanish uchun apparat bo'lish kerak, lenta bo'lish kerak. Uni tasavvur qilib bo'lmaydi-da, u bek yomon qimmat narsa. Narsa deb uningga u chog'da yomon oz u zamonlarda-chi, undaq shaxsiylarning qo'lidami bunda foto apparat deganni ko'rgilmaydigan bu foto apparat degan gazitxondagi muxbirlar alayda suratlik jurnaldaydi, gazetdagi kasbiy muxbirlar bo'ldigan bir alayda imtiyoz, bir shundoq bir kasbgan tuqcha u chog'da. Shundoq. U chog'larda iqtisod noiti tuvan kishilarga kirim. U foto suratchilik kasbiga yaqin kelib olmaydigan qiziqsimi, u bir apparat ilib, lent ilib, u surat atqadak undaq imkoniyat yo'q u chog'da. Uning chiqimini ko'tarib olishda esa. Mumkin emas. U 80-yillarda desak, bir odamning bir maashi 100 shu chog'da 100 ko'yga yetmaydi-ku. 80-yillarning beshida u turmushga kapolatlik qilib olmagan chog'da bu apparat uni o'ylab olmaydi. Faqat
aytganimdek şu kasbiy şu gazitxona deymiz, axborot o'rinlari shularda ishlaydigan xodimlar bahramon bo'ladigan shular foydalanadigan bir alohida bir kasbkan to'qu. Shu amdiliqi men xizmat chiqib shu nimani ishildim tashviqot o'rinlarida. Shu chog'da shu o'rinlarda apparat yo'q ekan to'q. Keyingi vaqtda mening ham nimamga ta'sir ko'rsatgan ish nima bo'ldi desam, shu o'rta maktabdagi bir saboqdishim shu pedagogika universitetida o'qib keldi u. Uningda shu pedagogika universitetida dars o'tab ekan buni-chi. Ular apparatlarni o'qidi ekan, hamma iqtidorlarni nimada butunligi nurg'un apparatlarni qo'shib ko'zda apparatga biz nurg'un son sifirlar bor, bir murakkab bir narsa deb o'ylaydim buni. Buni qanday tangshab, qanday surat tortadigan bu deb shundoq o'ylaydim bu vaqtda. Shu bir o'rta maktab xizmat tushdi, shu maktabda bir apparat bor ekan to'q. Bir kuni surat tortib o'tibdi ekan to'q. Uning bilan mongdashib qandaki bu apparatniki shu knopkalarini qandaq shu son sifirlarni ko'zdagi apparatni ko'zdagi son sifirlar shu nimalarni qanday tangshaydigan nurni qanday kontrol qiladigan nimalarni bir mon tushundirdi menga-chi. Bir kuni yana bir do'stim shu maktabda ishlaydigan shu apparatni ko'tarib kelib ichida lenta bor-di, bizni bir surat tortib qo'ysa, o'qisan deb meni rasm chizganki buni o'qidi debdi-da. Eliqning degani bo'yicha bir shu qilib qolgan lentasini o'zimlik ko'rinishini obda olganki tortgandan keyin u kuni havo shunda o'choq kuz fasli yuqurmoqli sag'irib shunda bo'lgan bir suratlarni yuydirib ketdi ekan, shunda go'zal chiqibdi bu suratlar. Shuningdilla o'zimgalik bo'lgan bir men qaltiskanman, bek obdan torta olar ekanman deb o'zimgalik bir to'xtatgan bir o'zimga bir silkinish paydo bo'ldi-da. Men qilsam bo'ldi ekan buni deb shuning bilan orliqda bir maktabdagi bolalarni bir surat tortadigan ish bor, yana yoshlarni kelsa tortib berdi deb u chog'dagi apparat hamma lentini sab qo'yibdi ekan, tortib qo'ygandan keyin aktiv o'zini qildik. Bu keyindan bu o'quvchi bolalarni tushyotdi, tortyapman. Oxiri lenta tugagan vaqtida apparatni ichitibman. İçirse bu lenta uçağındaki apparat nurlanıp gitti de bu. Köyüp ketdi dep qo'yatdi. Nurlanıp ketken keyin şunun bilan bir lenta nima bo'lgandiki u bir muncha o'quvchilar uni o'qib yomon nima ketdi, olg'ulab ketdi bu yerda. Bilik do'stim bek o'ng'aysizlandi. Yana bir lentani soldik, ikki lenta tayyorlabdiki, uni bu lentani silib bu lenti ilindi-chi asli ishiga. Ilingandan keyin mangdi. Bu tortyapman, mangdi deb oxiri tortib qo'ygandan keyin qilsa, u ikkinchi lenta yana ilinmab, tortilmabdi yana. Mushunda bir kulkili kelishmas ko'pda oqaqadan. Ochiq bir saboq bilan boshlangan mening foto hayotimning boshlanish nuqtasi mana desam. Bu bek ta'sir qilgan shu vaqtda birinchi tortgan suratim bek go'zal, bek chiroyli chiqib ketib, men qila olaydi ekanman, ajoyib bu obdan tortib ekanman deb o'zimga shundoq ishonibdiman. Ikkinchi qatim bu bir muncha o'quvchilarni yarim kun vaqti sarf bo'ldi. Ularningki shu xo'shallig'i xafalik aylandi, shundoq bir ishlar bilan shundoq bir hikoya bo'lgan men onman. Sizning balkim mush kasbga texmi chin nim qilishingizga bel bog'lab mush kasbni qilay deyishingizga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zingizni yana bir qatim isbotlash uchun bu kelishmasliklar. Boshlanish shundoq bir kulkilik, shundoq bir yana bir ichilishlik bir nimada boshlangan meningki. Ondan keyin qanday bo'ldi?
Onundan keyin bu bizning bölümdimi apparat paydo bo'ldi. Bo'lgandan keyin bu sal qaraydigan ish emas ekan. Nihoyat zil bo'ldigan ishga, har bir halqa, har bir nimaga undaq nima qildigan mundaqlik qildigan ish emas ekan. Bir qizg'inlik badeplik sal qaraydigan ish emas ekan deb uningdan keyin bu ishlar yuz bergan ishlar qat'iy takrorlanmadi. Shundaq inchga zil bo'ldim bu ishlarda. Uningdan keyin u chog'da to'r yo'q, bir fotograf yoki nima bilan aloqa qiladigan undaq ishim yo'q u chog'da. Uyg'onay desa, uni birisini ta'lim olay desa, atrofda undaq odam yo'q. Maktabdagi do'stim faqat u shunchalik apparatning iqtidorlarini ko'rsatib qo'ydi menga. Uningdan keyin shu mamlakat bo'yicha chiqadigan bir jurnallar bor. Urumchida chiqadigan bir suratlik jurnal bor. Shularni zakaz qilib mushtar bo'lib. Jiq o'rgandim. Shu o'rgangancha men hozirgacha o'rganyapman. To'xtatganim yo'q. Endi shu nimamga nazar solsam, qaytib bu fotosuratchilik kasbi boshqalar endi nurg'un bu yerda tushuniksiz nimalar bor. Shu kishilardan deb buni bir mexanik nima deb o'ylaydi nurg'un bir suratning chiqishini, bir nimani apparatning kuchi, apparat bo'lsa tiklab qo'yib tassa, bassa, knopkani chiqaveradigan narsa deb. Unda emas bu. Men ishning ochig'ini mo'ri bildi deb bu shunchalik 30 necha yil shu kasb bilan shug'ullanib o'rganish, tadqiq qilish, ijodiyat qilish qilgan siri men o'zim buni bir bu nihoyatda bir shuning chetida yurayotgandek, buning ichida yana nurg'un bilim bordek, shuningga shu orzularim to'liq ishga oshmagandek, bilimim yana kamdek, o'zimni shunday his qilaman hozir. Bu fotoğrafçılık san'ati qandaq nima endi bu qandaq bir kasb bu. Masalan, biz bunun sırtıda hammamiz hozir qo'limizda bir nima bor. Burunqiga o'xshamaydi. Hamma odam xoligan vaqtida rasmga tortadi. Buni hamda sizlar san'at saviyasida qilsizlar buni. Buningki farqi nima masalan sizce? Yaxshi savol bo'ldi. Fotosurat shu apparati 1839-yili dunyoga keldi. Hozir 150 yildek vaqt bo'ldi. Endi bu foto suratchilik sanoati deymiz, bu bir nozik inchki bir sanoat bu foto apparat. Hozir Yaponiya, Germaniyada ishlaydi shu buni. Dunyodagi apparatlarning hammasini shu yerdagi nimalardan chiqadi, ichki davlatdan asosli. Shu apparat eng boshda chiqqanda bunday yo'g'on sanduqdek nihoyat qolaysiz, yamanlik bir parcha suratni tortishga nurg'un vaqt ketadigan, nihoyat ishiltish apsiz bo'lgan shunday bir quroldan taraqqiy qilib hozir shu telefon davriga keldi. Shunday telefonda nihoyat esil suratlarni taqdim bo'ldi. Shunday bir 150 yillik jarayonda shunday bir musofirni o'tkazdi endi bu. Endi shu foto suratchilik sanoati, shu sanoat inqilobi davrining bir mas'uli. Endi bu bir barliq kelgandan boshlab hozir qadar dunyoda shu bir foto suratchilik bir inqilob olib keldi insonlarga. İnsanlarninki shuningdan keyin shu dunyoda yuz bergan nurg'un tarixiy voqealar, nurg'un tarixiy iznalar shu foto apparat orqali xotirlanib hozirgacha bizga yetib keldi bu hozir. Hozir biz endi nurg'un tarixiy aslamalarni, tarixiy hodisalarni shu yillarda tortilgan
foto surat orqali ko'ralaymiz. Dunyoni, tarixni foto surat orqali obrazliq tushunalaymiz. Endi foto suratchilik kasbi hamda shu insonlarninki hayotini o'zgartdi desak bo'ldi. İlgili albatta ben başta deganimdek ben kichik vaqtimda 70 yillar 80 yillarda unga yaqin odatga adam yaqin kelib bo'lmaydigan bir kasbdan monopollik kasbdan hozir ommaviy bir shunday bir turmush nimasiga o'zgarib ketdi bu holatigacha sinib ketdi. Kambosu bo'lmaydigan bir nima bo'lib qoldi hozir qo'limizda. To'g'ri. Endi bu shundoq hamma odam o'zininki shu xo'shalliq turmush kartinalarini xotirlaydi. Qachon xolisa qandoq holatda shu nima har xil applar bor, shu qandoq shu nimani rangni qandoq tanshayman shuni tanshab odamdan o'rxiltib simiziltib har xil shakl bu bir qisqarliq shunda bir hozir endi bu bir ko'ngil ichish xo'shalliq bir nimasi biraz yolg'on dunyo qarab ketyapti-da. İnson o'zini texmi chiroyli ko'rsatish uchun masalan manzillarni texmi chiroyli qilish uchun biraz yasashga boshladi endi hamma narsa hozir to'g'ri haqiqatdan biraz nim qilish bo'yicha uzoqlashish bor hozir hayotimizda. To'g'ri. İlgili bu endi men dedim foto aparatning nurg'un buni o'rganish uchun oldinda buni nurg'un nurni kontrol qilamiz, kontrol qiladigan ko'rinish oladigan yana nurg'un ishlarda buni nurg'un sensibir nimalarga to'g'ri tanishmasak u tatgan nima o'lchamlik surat bo'lib chiqmaydi-ku. Buning jiq bilim ketdi. Hozir bu suratni hozir surat chiqarish uchun bilim ketmaydigan tasili bo'ladigan manda bir nima. Lekin bu deganlik endi bu kasbiy foto suratchilik bilan bu kishilarninki odatda o'ynab yurgan buning o'rtasida yana osmon zamin farq bor. Albatta. Bizning ishlatadigan apparatlarimiz shu yomon qimmat bo'ladi bu shaxsan alohida ishlangan apparatlarda u ham alohida ishlangan bu yomon qimmat buningki ko'z hamma bir nimaga shu bir manzara surat tortaman yoki bir yavoyevonlar tortaman desa bu necha ko'z necha apparat bu apparatlar yomon ig'ir shundoq nurg'un nimalarga berib topildi. Endi bu yerda bu bizningki xalqimizda bir foto suratchilikka qarata bir tushunchasi toza nima emas, aniq emas. Apparatni olib deganimdek bir mexanik bir ishlab tushundik. Shu surat chiqqan suratni qancha isil surat bo'lsa-mu, buni apparatning kuchidan apparat bo'lg'achqa knopkani bosili chiqqan narsa deb munda o'ylab oldigan odam 99% ekan buni. Buni bek uchratdim men nimanda shu hozirgacha nurg'un odamlarga hatto doktor shuna xil cho'ng ziyolilar bilan birga bo'lib qolganda shundoq savolga shunday nimalarga dushkilman ularga bir-birlab tushunib yerib ketdim gapni uchun. Bu asosiyatdan buni bir oddiy bir mexanik mashg'ulot deb o'ylab oldigan odam ko'pkan buni. Albatta har kasbning ahli o kasbning inchik taraflarini bilalaydi. Bu fotoğrafçılıkmı shundoq hamda buni san'at deb qaraymiz. Sizning tunji nemalaringiz qachonlar e'lon qilindi? Fotograf rasmlaringiz. Bana savolga hozir javob beraman. Oyatdan bir nima qilib qopdi bu debitay. Men hozir his qilganim, hozirgacha bilganim foto suratchilik manda bir
foto suretçilikке hazır baha dese men 3 nuqtaga yig'inchoqlab baha beraman. Birisi mablag' intayin ko'p ketadigan bir kasb ekan bu. Naydi jiq pul İqtisad ketadi. iqtisod ketadigan-ku. Muşuma bunda degenim foto aparat sayman üskünlerge her xil nimelerge jiq pul ketidi. Ondan muşu bir nuqtaga berip neçe 100 kilometr, neçe 1000 kilometr yerge muşu dala maşinasini aydap berip maşinaga mıncık pul ketidi. Ondan aşağıdaki berip kelgen chiqqan berip taqtilolmaydi, әптілеп, ойлап bir nuqtani ko'z tutgan gap aşıdan bununla nurgun pul iqtisod ketadigan bir. İkincisi nurgun uzun vaqt ketadigan, vaqtni bek aldigan. Bir odamning shu qalbining larziga solg'idek odamni bir hayajonlantirgudek bir parcha suratning orqada ajoyib bir kechirmish hikoya bor-ku. Bunu aş fotograf o'zi bilalaydi buni, o'zi deb beralaydi buni. Bununla aşında bir jiq vaqt. Ondan yana birisi bu fotograf bo'lgan odam masalan bir yuqori shundoq bir surat yuqori saviyadagi suratni yaratuvchi bo'lgan fotograf universal sapoga ega bo'lishi kerak. Bu bir shu apparatni ishlatishla emas, bu bir taraf bu bir adabiyot oldi bilan. Adabiyotni yaxshi bilish, tarixni yaxshi bilish, coğrafiyani yaxshi bilish. San'atni yaxshi tushunish. Ondan san'at mushu masalan naqsha, muzika, usul mushuningdan o'z qilammasmi, shuningdan huzurini oladigan ayna bir o'zida ashunda bir his tuyg'u bo'lish. Ashu men tatgan suratlarni bir ko'rgan bo'lsangiz, ashuningda surat bu bir parcha surat emas, uningda tarix bor. Muzika bor, naqshi bor, adabiyot bor. Ashu bir parcha suratni bir lirik yozuvchi bir shoirning oldiga qo'ysak, ash suratga qarab bir she'r yozib chiqadi. She'r yozadi. Uydunda she'r, chunki u bir ash o'zidan bir she'r urg'ib turdi-ku buningda. Ba'zi suratlarning qurilmasini qilsak, ashulaqi uningdagi ko'rinishlar, qurilma nimalar bir usulningki alomati bor. Yana ba'zida ashu shundoq liriki bir muzika chiqadi uningdan. Demak, bunaqi ashu ko'gichi odam, har bir odamning his tuyg'usi, uni tushunish nimasi o'xshamaydi. Shu o'zining saviyasi bilan, o'zining nimasi bilan ashuni bayqay olsa, ko'ra olsa bo'ldi. Shaxsan men endi shu suratlarni tatganda ashundoq har bir surat, shundoq bir go'zal bir suratda knopkani bosgan vaqtimda ashu nimalar hammasi shu adabiyotdagi tasvirlash, liriklik tasvirlash. Uningni sirt shundoq bir nimamni qulog'imning to'yida bir naqshi yangraydi. Masalan, Tangri tog'larida shundoq bir go'zal suratlarni tatganda ashu Robiya Muhammadning ko'rkam Tangri tog'lari degan naqsha yangrab turdi. Yana bir shundoq bir go'zal melodiyami tankash bo'lgandek bir sezim paydo bo'ladi. Ashundaqliqi balqi coğrafiyalik bilim deymiz, tarixiy bilimde bu tatmoqchi bo'lgan obyektning qiymatini bilish, tushunish. Buning qanchalik qiymati bor narsa bu. Degan ashuni bilim bo'lmasa uni tushunib bo'lmaydi. Coğrafiyalik bilim deganimiz endi bu shu tadilgan joylarning coğrafiyalik tuzilishi, havo rayi, qatorliq nurg'un nimalarga bilim ega bo'lganda bu shu suratni tortishga yordam bo'ldi buningcha. Demak, bu bir fotograf bo'lish uchun yolg'iz bir
apparatning ishi emas, apparat bu o'zi bir qurol u. Aşındaq bir talay universal sapa bilim yetişkende adamda andın şu pellige şu nimigi çıqalaydı dep bunda aytaman bunu. Doğru deysiz. Cesaret mi gerek bopma bu fotoğrafçılarga? Yaponiyalik bir fotoğraf nazır isim kelmeýatydy. Aşı eýik özüni nimqatqa wagtda tatyp aň ahyrky minutgacha tatgan aşındaq bir hikaýasy bar. Bu kesbi özüni begyşlap etiş gerek ha. Şu çagda. Bu Magenbek doğru dediňiz. Muşu men jyk fotograflarnyň hikaýasyny anlagan. Foto suretçilik kesbile şugulanyp hayatyny taqdim etken, meselen bu uruş meydan aldın uruş meydanyna bagan foto muhbirler aşı en qaýyl kişilerni qaýyl kıldygan bir näq meydan nimisini görnüşini almakçı bolup ok tigip ülep ketken nurgun muhbir barmış da. Bunu hazırgacha bunda tizimligi barmış unda muhbirlarnyňça. Demek o kesb üçin özüne ok tigip gitişden onu oylamagan hayatyny şu foto suretçilik nimsi yana şu manzara suret atyman dep taglagy ýamyşyp taglardan ulap çüp gitip jenden arlyp ketken muhbirler bar, meýda fotograflar bar. Yana asyl abet digende Yaponiýa lik bir muhbir şu Şimali Moz okeanda aýwanlaryny tatyp etip kurwagan çedirde lenti ýeňişlep etip lentini sep boluşyga bir eýik bösüp bu ajenne aşmasdan en agyrky suretde nam goýgan o suretki aşu eýiğin tatyp keyin bu tapganlar aşu tep lentini jüýüp çyksa aşu suret jüýülüp çykkança aşındaq kesbige özüni atyp etken hayatyny aşındaq begyşlyp etken. Ýani bir Yaponiýalik bir fotograf şu aeroplanda suret atyman dep aeroplandan işigini içip koş o kupayı kılmay onunla. Ondan bir tahtaydan bir ornatıp yüzünü bağlap aşu tahtayı sırtlığı çıkıp aşu nimede nimige yardımcısıga men nim kıldığı vaxtında yenip çıkıdığı vaxtında bir ağamçı ulap koyup diken men şu ağamçını tatıman şu çakını kaytırıp al dep diken hedef nim kısa bu iş aşu bir kança suret atkança hiç bir inkas kaytırmaptı. Bu yardımcısını onunla tatıp atı dep nim kılmaptı, etvar kılmaptı. Ahire bek uzun vaqt bolup ketken muzlap ketip kalgan gepelek adam. Şu derecede. Şu derecede. Mesela bu Yavayevallan tatkan nurgun fotoğraflar var. Bulamı aşı bir parça suret üçün aşı aşıdalığa Yavayevan bağlıqı ormanlıqlarına çigir gitip, izip gitip, hayvallarga yem bop gitip, bunda bop ketken işler jyk görmem bunda. Demek bu ılıqı bir nadir eser, yaxşı eser, onda kişilerin oylagyndak onda asan roýap çykdygan nime emes. Sıqqan bedlige şundaq bir ılıqı yüzünü begyşlyp etken şundaq bir nimede ondan bunun erişkili buldu suretke. Bu ılıqı suretdisi nurgun adam ılıqı bunu ılıqı nimede seliştirip turup aldım şu men uçraşkan nurgun adamlar şu sizga resim bilen ço maýbuyak resim bilen. Bu resim o foto suretni mekanik knopkany basylyp çykdygan näse o bir addi bir dakikada sekund yetmege aralykda asyl boldugan näse mao resim digen aylap jyllap sızılgan bu mandaq bir sanat şekli bu. Şuna bu sızgan maýbuyak resim bu naýat kymmetlik buludu. Bu foto suret digenniň hiç kандай bir kımmeti ýok dep manda oýlap algan nurgun adam bar. Bu naýat hata göz garaş bu. Elbette bu bir ressam bolup çykmagy üs bitilmegi aşında bir pelligi çykmagy intaýyn kıyın hemde. Şu pelligi ýitip bolgandan keyin bu bir ressam digen elikdek dala meşgulaty elikdek taglagy ýamyşydygan eliki sas wagty kaldygan ondaq bir işi bolmaýdy ki, onunki
Bu köpünçalı öyde aşu ıssıq çayını demlep koyup, tamaqını vaxtı deyip, uykusunu vaxtında uxlap, aşu basquş boyunca aşu resmini sızdı. Bu sızgan resmiga en mühimi bir yerde yüzünün ılıqı oylagan ideyasını, göz qarışını, his duygusunu singdiradi. Qandaqsız menda şunda sızalaydı. Bu ressamның ideyasını ılıqı yüzü gevdlendirdi bunun. Onun da nimini qalış şunu sızdı, qanda ijat qılış kel şunda qıldı. Bu şunda bir çeklimi yok bunun da. Ama foto suretçilikte çeklimi nahayet. Siz hemme jet iqtisad cheklab turdi, vaqt cheklab turdi. Sharoit cheklab turdi. Sharoit bu havo klimati cheklab turdi. Ondan bu shundaq nurg'un xrislar shundaq yovvoyi hayvon deydi. Shundaq afat, shundaq bir ishlar hammasi xavf bu. Shuni yengilab, shundan oxirida shunda bir qiyin bir nimalarda bir parça razı bo'lgandek suratga erishadi. Bunday bu ikkisini selishtirilgan nima emas, ikkisi nurg'aydan rasmda birisi foto surat, birisi rasm. Bu ikkisini bir yerga ekib selishtirilgan narsa emas, ikkisining ijodiyat yo'li ikki xil, ikkisi bu ayrim narsa. Albatta biz endi bu nima bu yaqinroq bu kasb bir-birimizni hurmat qilamiz. Şahsen ben o ressamını hürmet kılımın, çünkü onunki 11 sanatkar. Ama şu vatandaki vaxtımda şunda ressamlarını uçurakta ula bizni şunda aşıda abetmen deginimdek yaratmaydı, göz gelmaydı. Bu vatan men bir çıkkandı ki şu Mervayda biz böyle alakalı kakandı ki bu tunuştuk. İlgili vatanda namını anlagan bu Mervay bana şundan çok ilhamlar verdi. Şu foto suretçilikni bu bir ben onun o kesini hürmetleymen. Ben ressam bolsam onun lıqıdık resmin bile seliştirilip anda baha vermeymen bununla. Onun özgü has icadiyet yolu, usulü nimisi buludu ayrım bir nime. Hep şu Mervay biz bilen hazır biz obdan dostop kaldık. Yaxşı fikirleşimiz. Köz qarashlarımız oturup qo'ymiz, nurg'un nimalarda o'rtoqlashimiz, shundaq. Ammo shu nimada shu boshda deganimdek 99% adam doktor, ajoyib professor shundaq bir odamdan uchratdim. Shular bilan nima qilganda, ular shu ko'zga ilmaslik, yaratmaslik, bir shundaq bir pozitsiyasida bo'lganligini ko'rdim. Hozirmi shundaq ahvol bor. Muşu program arqılıq hem de xalqımızga deydiğim bu undaq sizler oylagandek anda iş emas bu. Bu bir parça suretning aqida uning vujudga chiqishidan uzun, müşkül jarayon odam o'zining hayotini taqdim qiladigan shundaq bir hikoyalar bor bunda. Shaxsan men shu vatanda Uyg'urlarning ichida tuncu bulup ayrıpalanda süret atkan bir 10 neçe yıl mabeyde muşundak ağaqadan ayrıpalanda çıkıp süret attım. Muşunda ucadılığı hazırda görün bir nesi yoktu. Çoğun ayrıpalanda çıktı. Şunun da üzerine bir xatarlik tasması bile kat bağlı bitti. Her bir ayrıpalanda çıkanda şu ayrıpalan xadimisiga bir vədiname yazdım. Muşu ayrıpalanda bir hadis çıkıp bir kılıp çükütte bir iş buqası men üzemden nimesi Mesuliyetlendi dep. Ya dep çok. Şu Gülnar her bir mening şu ayrıpalanga çıqqanımni qilsa yig'laydi bu bir saq kelalem o dep shundaq ensiraydi menden. Xudoga shukr bir hodisa uchirmadim. İşlerim oңushliq bo'lib shu ayrıpalanda Altaytig'ini, Tangritig'ini, Teklimakan qumlig'ini, Tarim daryosini shundaq suratlarni tatdim. Acayip çıktı. Şuna şundaq fidakarlık qilib, ölümden qo'rqmay qilg'ashqa sizning asarlarınız hakikaten naydi adamı ta'sirlantiradigan vatanning o çöl, o tağ daryoları acayip esil o resimler. Biraz ko'ramiz şu resimlerden. Hem de şu suratlardan hem de ben şunun icatçısı hem de ben yana
aş suretlerge vatandın ağrılgaçlığı qataq başqalar qandaq qaraydı, üzemning əsridən yana toxtamay huzurlandı mən. Aşı suretlerimni yana aşı vaqtim bolsa kompüterni içib qoyub qarab ketaman yana. Esin. Toymayman onunğa. Hı. Çünki mən onundan nimişqa degəndə aş bir suretni kögünümdə aşı bir şu suretni tatqıç bolğan heliqidek bir hikayeler yadıma geldi. Aşı jaryanlar. Hı. Qanchalik bir jafo tatqinim, shu so'qoqni beshimda o'tkazganim, shu bir talay nimalar, aslimalar shu surat orqali ko'z oldimda bir namoyon bo'ldi bu yerda. Ma nemini siz ko'rsatib boqamsiz? Anaqa rasmlarni? Bayatın to'g'ri bir sualınız bo'ldi. Shu tunji asringiz dedingiz, Aha. Bu meniki mana bir men 1994-yili shu uning oldida men Yoshlar jurnaliningki qizg'in mushtari o'qirmani ondan avtori shu o'sniqat avtori etdim-ku. Hem meniki shu foto suratchilikka kirishib, yana surat tortayotganimni o jurnaldagilar biladi. Bir kun tuyuqsiz shu bosh muharrir Abeyla İbrahim chaqirtibdi. İşxonaga bir kelib ketsiniz deb. Barsam bu odam deydi, hozir qo'lingizda yaxshi apparat bor ekan, shu muqovini uning oldida bir Hanzu fotograf tortdi degan to'qa shu muqovining suratini-ku. Siz ustingizga eling, biz sizga ishonamiz, ashuni bir obdan torti muqov. Shunda degandan men ulardan shunda xush bo'ldim. Hem shunda bir bisimiz qildim. Bu muqovining suratini topmoq bek tez ish deb o'yladim-da. Ma'qul men sinab boqay qilalamdim. Chunki men hozir endi o'rganyapman. Bilimim bunda yeterlik emas. Tirishay deb shu vaqtda mushuliq radioda ishlaydigan Gulchehra bor, Gulchehra xo'ja. Birinchi bo'lib shu qiz bir Yaponiyada usul o'ynab bir pedagog universitetida o'qiyotgan vaqt ekan, bir ko'rak qatnashib Yaponiya mukofot deb kelgan vaqt ekan, shuni tashviq qilamiz deb bir shu qizni bir 95-yilning 1-soniga chiqarmoqchi. Shuni mushuningdan boshlang dedi. Ma'qul deb o suratni tortib chiqargandan keyin o surat shunda o Abeyla İbrahimga bek yarab ketibdi, bek obdan tortibsiz ma suratni deb. Shu Yoshlar jurnalininki 95-yillik 1-sonida shu Gulchehraning surati, shu usul harakatda ishlayotgan bir surati besildi. Shuning bilan shu Yoshlar jurnalining muqovini tortgan peti 2015-yilga tortdim. 95-yildan 2015-yilga. Shundaq bir u jarayonda nurg'un uning hikoyasi bor. U surat hozir menda yo'q. Ondan uningdagi shu Tarim jurnalidaydi, Tangritog jurnalidaydi, Xinjiang madaniyati qatorliq jurnallarda nurg'un asarlarim e'lon qilindi. Masalan, shu Qurbon Mahmud akamiz mush suratni Xinjiang madaniyati jurnaliningki qanchayinchilik soni bir soniga muqoviga ba'di bir yerda 2009-yillik 3-sonki. Pek chiroyli gap bu. Buningga Gul deb ism qo'yibdi bu suratga. Po'raklab ichilayotgan bir gul deb. Buningda bir Uyg'ur qizininki, haqiqiy bir Uyg'ur qizininki simosi namoyon bo'ldi. Bu bir 40 tol chash, atlas ko'ynak
şundaq bir poreklep içilip atkan güldek, Hı. kısmı üzgüldek, etleşme güldek. Endi bu suret şunda şu vaqt torlarda e'lon qildi, muqovada e'lon qilinib, shu chog'da Uyg'ur jamiyatida bir g'ulg'ula qo'zg'agan nihoyat kishilar bek yoqtirgan bir surat bo'lgan ayni vaqtida. Mushuni bir ijodiyat deymiz-ku buni nimalarga. Bu o'rinda uzun yillik o'rganish, tadqiq qilish, kuzatish, mushundaq qilib boyatin deganimdek universal bir sapani yetishgan vaqtida andin bir portlab chiqqan bir asar-ku bu. Bu bir milletning madaniyatini namoyon qilib turdi. Buning qiymati shu yerda endi. To'g'ri. Buningda bu bir parcha surat bo'lgan bilan amaliyot buningda nurg'un uchur bor buningda. Bir biz Uyg'ur millatiningki nihoyatda bir uzun tarixga, güzel madaniyatga, qimmatlik mushundaq bir san'at O'zgacha alohidlik ekanligini. bir millat ekanligimizni namoyon qiladigan bir obrazliq surat bu-ku menda. Buningda nurg'un uchur bor buningda. Obdan tahlil qilsak, bu suratga shundaq bir elementlar singib ketgan. Demak, bu yerda bir parcha surat orqali ajoyib jiq shundaq bir uchurlarni yetkazgili bo'ldi bu yerda. Bu bir shu chog'dagi surat. Ondan shu 2005-yili shu rayon bo'yicha bir foto surat musobaqasi bo'ldi. Uning oldida men unda musobaqalarga qatnashmoq ekanman, bir qatnashmoqay deb bir 7-8 parcha suratni u yerga avatdim. Avatsam bir parcha surat tanlanibdi, mukofotlanibdi bu surat. Bu suratga endi Anarguli deb ism qo'ygan men. Xuddi Anar chechigidek, anar chechigining rasmi. Shu bir mukofot erishibdi. Ondan shu vaqtida bir yana bir qancha manzara suratni bergan. Men o'zimcha bu manzara suratlarimni qaltis, bu nimish qilgan u mukofotga erishmabdi. Shu ko'rgazma ichilganda berib ko'rdim. Ko'rib, iliqi ash ko'rgazmamni menga yana bir tok tip etgandek bir ta'sir qildi. Chunki iliqi boshqalarning tatgan manzara suratlari ajoyib ifodalashchi, bek o'zgacha nur ishiltish, qurilma har xil jihatda men o'ylagandek manzara suratni tortishda boshda men go'zal ko'rinishlar bo'lsa tortib qo'ysa manzara surat bo'ldi deb menda tushunib ekanman. Unda emas. Buningda yana nurg'un bir tema bo'lish kerak ekanda, bir tema. Tema bo'lish, ananda uningda qurilma yengillik bo'lish qurilmadiku. Ondan uningdagi nur san'ati, ko'rkam nur san'ati bo'lish. Foto suratning nurg'un omillari aks etgan, ondan davr koni bir ideya bo'lmaslik, yangi bir meni bayqagan, yangi bir shaklni ijod qilgan mundaq bir bo'lish kerak. Shu manzara suratlarga qarab turib ketdim. Shu yerda bir o'zim operatsiya qildim-ku. Bu men bir pishib yetilmabdimi, nurg'un o'rganish tegishli nurg'un yerlar bor ekan deb. Demak, mushuni odam bir narsani tunish, tushunish, o'zining qaysi o'rinda turayotgan, qaysi holat turayotganligini bilishning o'zi bir yomon bir obdan bir bilim ekan-ku. Bir inson uchun eng muhim narsa shu deb o'ylayman men. O'zini nimani bilib, nimani bilmaydiganligini bilish. To'g'ri dedingiz. Shu o'zini bilmaydigan insonlar bek ko'p men jiq uchratdim. Shu nurg'un nimani bilmisim bilman deb o'ziga nim qo'ydigan shundaq ishlar ko'p bo'ldi ekan bu turmushda. Bu mening shundaq endi nim qilsam, taraqqiy qilishim, mushu olg'a kelishim, shundaq bir yaxshi asarlarni yaratishimga yanılamış o'zimni bilish, tushunish,
başkalar bilen boğa arlıqni to'g'ri bahalash, mushuni his qilish muhim rol o'ynaydi deb qarayman buningda. Mushu suratlar, masalan, masurat shu Şinjan Medeniyeti jurnaliga chiqqan shu vaqtida. Ondan orqadan undan keyin yana bir 2 yilda bir ko'rgazim bo'ldi. 2 yildan keyin yana bir ko'rgazim bo'ldi. Bu chog'da yana 10 necha pal surat evetdim uningga. Evet, uning aeroplan tatgan suratlar bor, ondan shu portret suratlar bor. Evetkendan keyin bu natija chiqqan chog'da bu ikki pal surat mis medalga erishibdi. Shu u musobaqa deganda shu necha ming pal surat keldi-ku. Necha ming pal suratning ichida u mis medal, yana bir medalning gapini qilmayla, shu bir aran necha yuz pal surat tanlandi. Şunun ichiga tanlanib kirishning o'zimi karamat ish deb o'ylayman. Pek Albatta. necha ming pal surat degan rayimsizlar chalinib ketadi. Çünkü onun da yenilik yok, usulüp kona, hech qanday bir alaylik bo'lmaganligi uchun shu bog'lovchilar uni ko'rab bo'g'uvchilar tashlaydigan gapku. U qaysi surat desa, mushu surat bismillah. Bunun yalqon deb ism qo'ygan bunga. Xuddiligi lovuldab kuyayotgan bir o'tdekku. Bu suratdagi bu biz qiz bolalarning naqshlarida shundaq bir o'tdek shundaq deb tasvirlaymiz. O'tdek ko'ydirdi yigitlarni. Shuningdek bir nimalar shu Uyg'ur adabiyotidan nima qilsiz? Ilhom olibsiz-da. Shu bu demak, abay deganimdek adabiyotning kuchi bu yerda. Adabiyotni obdan bilmasak, bilim bo'lmasa, mushuni tasavvur qilib, mushuni nimaga yetolmaydigan gap. Mushuni ifodalash obyektini shundoq yo'ritib berish amalga oshmaydi bu yerda. Ondan yana bir surat, shu ikki surat dedim, mukofotga mis medalga erishgan. Bu yerda birisi bor, yana bir shu İli deryasini aeroplan tatgan, uçakda aeroplan tatgan suratdan ait qimmatlik, nurg'un fotograflarga u fursat nisb qilinmaydigan qiyin bir nima, uni bir aeroplanning uchishi degan bir soatiga necha ming koy bilan uchadigan, uning chiqaman deb alohida bir imtiyoz bilan chiqadigan ish u. Shu bir surat İli deryasınınki suratda mana. Mush surat Künesda Nais tevasida atilgan. Bu Linted tatman shu vaqtida. Mush surat mis medaliga erishmiş ikki pal surat. Ondan yana Ajoyib suratga. Yana mushu bir qancha surat bu dop tikish. Dop tikish degan surat. Ondan yana bir Şemşet Sarlıqning surati bor. Shu Mo'ng'ul ko'rgan aeroplanda tatgan bir surat. Shu Qarliq cho'qining tubidagi Şemşetlarchu. Bu suratni noiti nurg'un odamlarning diqqatini qo'zg'agan. Umumiyan hayotda shu men nim qilgan rasmni, o'ylagan rasmni da'vatamsizki, siz eliqi nimaning asti turib ustun tatganmi? Surat bu shu chog'da shu ko'rgazmada 8 pal suratim, ikkisi mis medalga, qolgani tanlanish mukofotiga erishib ekan. Shundoq Aşağıdaki şu vaqtda nurg'un odamlar biroqli bir ko'rgazmada 8 pal surat mukofotlangan qanday odam bu deb hayron qoldim. Bu suratni biraylan bir shu bundaq deb baho berdi, buni bir
edebiyatçı bu, yazgıcı. Bu bizning şu Uyg'urlarning tümen qo'shinining urra deb hujum etgan Ha, ha, ha. polvonlarining shu nimasini aks ettirdigan shunda bir suratgan bu. Shunda bir nimaga simvol qilib bo'ldi ekan bu suratni. Haqiqatan. Bunun rangları acayipke. Ko'k bo'ri, Hı, ko'k rang bu. hı, hı. Uningga o'xshatimiz ko'k bo'riga. Ondan bu shu neyzi qalqonlar bilan Atlık çepip ketiyotgandek hissediyorum mana. Şunda tumanning qo'shinining Cenguvar bek Cenguvar bir nima ruh shuningga simvol qilsaq bo'ldi ekan deb men uni dastlabda nipmaptiman shu shunda babada bu suratga rost shunga o'xshaydi ekan deb shunda hozir kishilarga shunda tanishtiryapman bu suratni shunda tağdaki nimeler şundaqmı? Tangritog'ning shamshatlari bu kuzda qor yig'ib bu acayipke hakikaten. Appak qara o'ng taraf pastda ekan ha. Ostida qor bu qorga qor qoplab olgan bu o'rmonlarni o'sha shamshat. Shuningdan shu Nima degan zo'r boyliq, yana bir tarafdan qaragan ajoyib bir boyliqda bu. Demek bu suratlarga nima qilsak, inchiklik bilan tahlil qilsak, buning da har birisida bir ma'no chiqadi-ku. Bak o'zgacha hakikaten. Buningda mazmun bor, badiiylik bor, qurilma bor, nur bor. Foto suratning nurg'un elementlari yug'urilgan buning-ku. Bu surat odatdagi odamlarning telefonda o'ynab turgan surati bilan bizning bu bir san'atkorning bir nimaning o'ttirisida u necha million kilometr orliq musofa bor deymiz. Uni ikkisini birga kelib men tortalayman, men qila olmayman desa bo'lmaydi. Bu ikkisi tomon masalan usulni hammadan usul o'ynay oladi. Lekin Tursunay Ibrohim bilan odatdagi odam o'ynayotgan usul o'tirisidan necha ming kilometr orliq bor u. U bir san'atkor, Uyg'ur xalqining dangliq bir usul san'atkori. U degan bir yagona odam, bir yugurish odam yuguralaydi, u bir odamdagi bir tabiiy iqtidor bu. U qo'pab dunyo chempioni bo'lgan yugurishchi bilan buni silishtirsak bo'lmaydi. Yuguraldim deb sen yugurgan bo'lsang men yuguraldim deb undaq baho bersa olmaydi bu ishchi. Bunda baho bersa bu nihoyatda bir kasb ahlini hurmatlamaganlik, bilimni hurmatlamaganlik, san'atni hurmatlamaganlik, san'atga shu san'atkorga bo'lgan bir haqorat bo'ldi menimcha. Altın medal erişken bu resimimiz mi? Bu emas, altın medalga erişken suratim bu 2010-yili bir shu rayon bo'yicha bir nima telegraf lo'nqisi deb bir musobaqa bo'ldi. Bu musobaqa 2009-yili 7-oyning 3-kuni bir aeroplandan Ertish daryosi bo'yida tatgan bir suratim bor. Bu surat inoq tabiat deb ism qo'ygan buningga. Bu suratda yana betdigidek hozir chiqib nurg'un omil bor buningda foto suratning. Shu Ertish daryosining bo'yida kun o'ltiraydigan vaqtida buningda nur, bir ko'rkam nur, kun o'ltiraga yaqin kunning judoliq bir nuri chechib turganda, ondan daldiraxlar bir go'zal shaklni hosil qilgan. Suv hayotlikning simvoli. Ondan uchar qushlar larzam uchib ketgan bu. Shu musobaqada oltin mukofotga erishgan bo'lmish surat. Nima degan chiroyli bu haqiqatan. Sizgan rasmda turdi, o'z o'rinlashtirib qo'ygandagi odam o'zi tabiatning chiroyliligini. Bu yana nurg'un odam deydiki, bu suratni
qachonda bir tası chiqadigan narsa, aşağı basak bismillah, unda iş emas bu. Ma surat bir chiqdi. Bu siz yana bir aeroplan bilan aşağı bassanız bu qaqqush yo'q. Bundaq nima judalanib turadigan, undaq nima bo'lishini atayin, undaq u yani sizning bayqishingiz bir masala, bir muncha u ana disi undaq menimcha bo'lmaydi bu nelik. Bu yigani bir asar bu endi. Vayiqatga asar bu. Hamma jihat qurilma jihatdan, nur jihatdan, buningdagi mazmun jihatdan shunda bir yuksak bir pallini yaratgan asar bu endi. Hakikaten. Acayipti. Ondan yana bir surtim bor, bu surat shu Künes, muşaylik abeti Eli deryasını tatkan ya şu vaqtda tatkan surat mana. Mao bir suluq yerken bu. Suluq yerken bu bir nimege kumush medalga erishgan surat bir musobaqa. Bu bir nimaga o'xshaydi ekan? Biz keyin suratni yuydirib chiqargandan keyin tafsiliy qarasam, Xanzu chiqibdiki, shuy degan xatga o'xshaydi ekan. Xat chiqib qopti bu yerda. Obdan qarasaqchi. Buni bir shu suluq yerdagi sehrli xat deb bir ism qo'yib bir musobaqa bergan, ba'zan bu kumush mukofotga erishib, mush asrim alohida diqqat qo'zg'ab, shu rayon bo'yicha Tangritog' adabiyot san'at mukofoti deb eng yuqori bir mukofot bor. Shu mukofotga erishgan bu surat. Ben nait çoğun bir kepenek okşatkandım. Kanatlarını içip durgan bir kepenektek. Kepenek mi o'xshaydi ekan, lekin xatmi bu endi Xatga o'xshaydi ekan. O'xshaydigan bundaq bir inglizcha xat kim o'xshaydi yana bu-chu. Vatanning güzel qo'ynini acayip tatipsiz hakikaten. Ondan yana bir diqqatimizni qo'zg'aydigan bir nima ma surat Teklimakanning o'tirisida shuna bir to'g'roq shu yigona to'g'roq. Endi bu surat endi nimani qanday uchurni bir desa, shu qurg'oq, shu mushayda mesela yozildiga 40 gradus o'qitadi. Bu yerda yomg'ir suvni tasavvur qilish tez bu yerda-chu. Bu to'g'roqning jasorati ro'yi-chu, bu shundoqning ichida mush to'g'roqningki yashnab turishi bir mo'jiza bu. Şu bu Yaşaşkı bo'lgan sevgi, muhabbet. To'g'ri. Shu hayotlik aşağıda shu cho'llikda, shu qumliq barxanlarning ichida yashnab turishining o'zi insonlarga hayotni qandoq yashash, qandoq irodaga kelish degan bundoq bir nimani tavsiya qildi menimcha buningda. Shunda bir odamni rag'batlantirdi bu suratniki nimasi ideyasi. Onun rangları mı acayip gene ama matrap qara, qaramtul, eri, oq, Bunun şu çoğun dünyanın hiçbir yerde yok bu manzara. bu yo'q bunaqangi Bek o'zgacha. Shu vatanning hamda manzaralari ajoyib. Masalan, Mavo Qanas guli. Bunu men 2007-yili 9-ayning 28 tatqan shu Qanas gulda. Buningda da masuratda rang desangiz hamda bek ko'p rang bor. Qizil, sariq, yeshil, ko'k, oq, kulrang. Ondan jiq narsa bor. Çatkal, o'rmon, suv, qarag'ay. Ondan tog', qorliq cho'qqa, turilib kelgan bulut, mushu jiq rang, jiq nimalar shaylar, manda yugurinib ketgan bir qatlamlari noiti bir-biriga moslashib ketgan shundoq. Bir-birisini to'liqlaydigan, bir-birisiga tenkash bo'lgan shunda bir go'zal bir manzara deyman. Bu bir mukofotga erishgan asar bu ayni vaqtlarda. Vatanimizning manzaralari shu Sayram ko'li, mana Sayram ko'li.
bu kölde akkullar var, güller degan muşundaq içilip ketken tağlan, qarlıqta çoqlar, endi şu adam aşılık bu yer baganda şu şundaq bir tabiatning sehri küçüdün mesx şop dedi bunda yerde ço. Evet, esle. Demek şu vatanimiz şundaq bir bebaha bir dünyanın başka yerinde yok bu. Nurgun nimelerde materiallarda ben muş foto suret nimelerini aktarman şu dünyanın nerede qandan benzeri var dep. Şu bizning vatanimizdagidek mandaq manzarlar dünyanın başka yeri tepilmaydı bu. Yapılmaz. Ondan ma suret bir neçe ming yıllık toğraq bu. Manda toğan bilen yeni bası 10 adamның küçük aranı yetidi ma suret. Ma toğraq. Şundaq qılıp bu toğraqni hem şu yerdeki adamlar toğraq üzü tik turup 1000 yıl qurup 1000 yıl yani yetip qılıp yıqılıp düşüp yani 1000 yıl yaşayalaydı deydigan manda. Ondan Uygur'un ruhimiki deyim hemen. Bu toğraq hem nima dese biz Uygur halkının hem de en hürmetleydigan Uygur turmuş bilen çemberças bağlanıp ketken bir daraxt bu. Uygur'un sembolü. Bu toğraq bir kaysar aşu şorluq, qumluq, aşında abaytın dedim ve qumluqның aşında bir načar muhitda işte hayati gücünü saqlap yaşayalaydı bu. Yani uzun yaşaydı. Muşuluk kirorenden tepilgan şu tarım uymalığının tepilgan nurgun qadimki muşu ceset medeni yadikarlık izladan tepilgan nurgun muşu yağaç buyumlar toğraqdan işlengen. Neçe ming yıllık tarixtimi çirip ketmey şundaq saq turalığan bu. Toğraq hem bir Uygurlar hem de üzüge naiti bu nelik simbol kıldı bunu. Toğraq Allah yenmesi de toğraq yeşide yaşan dep uzun ömür tileydi ama şu yaşan Allah'a. Şundaq bir demek şu Uygurlar toğraqni özünün bir jenidek gördü. Hayatın toğraq bilen bağlaydı. Toğraq bolgan çeksiz hürmeti, mehri muhabbeti var. Yani bir neçe parça toğraq. Simbol karakterlik daraxtlarımızdan birisi. Toğraqlar mana bu bunu her xil şekilde O Tarım Deryası okşamamdı. Tarım Deryası'nın muşuluk bazı bu Tarım Deryası'nın gol iqini var, bazı yerde bu Kölge okşap kalğan. Gölge okşap kalğan su jığılıp kalğan yerleri var çok. Mesela Tarım Deryası'nın bir bucigi deyle Bostanlıklar, bir bostanlıklar dep koyun. Tip tiniş bir adamna huzur bergen. Muşuluk toğraqlarning har xil qiyafetini, har xil şeklini muşularni bayqash, kuzatish, ashini isbotlash bir aşı fotografninki seviyesi muş suratni tatqan vaqtimizda bir 30 aylan aşı nimiga bardiqcha aşı Lopnurga 2014-yili 11 ayning nechisi berip toq aşı yerda etken kun chiqmasdan burun berip mishagi tayyor operatörlerimiz tikiladigan qilsam 10 yilları ben jin tudum aşı döngde bir qum döngüsünde. Qağalları operatörünü götürüp çep chiqib ketdi tarafından. Nima qilishini bilmaydi ular. Nereden qo'rqib, nima qaysini men oldimda inch kuzatib mushu 200 deydigan bir ko'z bor, hamda uzun fokusliq ko'z. Shu ko'z yiroqdan mushuni tortib kelib, mush ko'rinishni. Chiqoldim. Oxiri shu 30 necha odam borgan fotograf deydi endi. Hech qaysida bu ko'rinish yo'q. Bu mendagi bir alayda bayqash kuzatish mening mas'uli bu suratdan. Kuzatishni aytib muhim ekanda. Shundaq yananing barliq ishongiz kelmaydi odamning ajoyib ma to'g'raqmi bir muzika yangrayotgandek shu ma to'g'raqlarninki yopirmoqlari suv yuziga yuzida daynab bir xil odamga bir tabiatning odamni allaylatayotgan bir kartinasidek bir nim bo'ldi endi bir tushuncha odamga. Bu bir Tangri tog'ining
Şu 9 taranın tağları. Nasıl uçuyordu? Bu 9 taranın tağları. Ha, 9 taradır. Mao bir Sayram Gölü'nün bir tağ bağırdıkiye. Muş suretini tatqa vaqtimda bir şu Uygurlarning ichidagi bir dаңlıq hammaylar bek dаңlıq deyilgan bir fotograf adamımız var hamda. Şu suretlik jurnalının başlığı bo'lib ishlagan şu adamni biz meni evanmaysizlar u deb pensiyaga chiqdim deb. Bu adam bir ömür suret tatgan şu axborot suratlarini tatganda u adam hamda. Tatu da hiçbir birimi yo'q bu adamda. Şu tatgan suratlar. Mush yerda surat tatib olsak, sizlar bu nur to'g'ri bo'lmagan surat tatishga nim qilmagan vaqtida surat tatdinglar deb bizdan xat bo'ldi. Al şu mashinada tursa, mashina chiqib uxlabdi bu adam. Uxlab ishlarimizni tugatib olsak, sizlar etkili keşte nur julanlangan vaqtida surat tatmay, shunda kun tushilay degan vaqtida surat tatdinglar. Bu kun tushilgan bilan biz buni bayqash, men bu bulutlarning to'silishidan kudangi nur paydo bo'lib, qatlamlar shakllangan. Ama gülle, o şemsiyatlar, bulut, kök asman, bu kat şunda kelgen. Demek adam bir ömür fotosuretçilikle şug'ullanıp, adamda taxı bunda küztüş, bundalik nima tushunish nimasi taxı barliq kelmagan gapdek damamdi bir. Bu demakchi bu ayrim bir nima ekan bu. Men mesela ma'u telkitdagi ma'u telkitdagining mushu to'rtimiz bor, bir yana ishga aylanmadim. Şu suratlarni tatib qaytib bo'lgandan keyin men shu torda chiqarsam bu ne tatqandingiz deydi bu suratni. Shu to'rtimiz bor o'shada desam, jab bizgunda ko'rinmaganda o. Mende hiç göz yok da sizlerde depsizde. Demek bu yerda manda bir masalani demoqchi men bu yerda. Fotograf mesela bu odatga ketam emas, yani fotograf bu peshqadam 40 yıllık şu kasb shug'ullangan adam. Şu adamda şu tabiatni, muhitni kuzatish, ashundan asar chiqish nimasini bayqash nimasi bo'lmagan, yetilmagan gap degan gap bir adam. 60-70 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, demak bu yer nima desa nurg'un o'rganish kerak-ku. To'xtab qilish bo'lmaydi. Jiq fotosurat asarlari torda bor, kitob bor. Şularni ko'rish kerak, ulg'ilish kerak, boshqalarning ortiqchiligini qabul qilish kerak. Ondan o'zini abaytindagidek operatsiya qilish kerak. Mening savirimlarda qanchalik bilaman buni. Yana qanchalik o'rganishim kerak ekan degandekchi. Bu shundoq. Bunun bulutlu acayip. O maymun chiroyli ekan. Ma surat Tekesning bir tog' bag'rida tortilgan surat. Bu suratni men ayni vaqtida shu 500 yillik tog'dagi 500 yillik nota deb ism qo'ygan bunga. Shu melodiyaga o'xshaydi. Melodiya yangrayapti bu yerda. Melodiya. Bu yeşil yaylaq, ondan tog'dagi qurilma. Bek chiroyli. Qo'ylar bor, qo'ylar o'tlayotidi. Bir jonliq bor bu yerda. Nimasi texmi oshganda bir jon bo'lganligi uchun u yerda texmi bu yerda surat ketib jon kirib julalanganda bu surat. Tabiat ana. Bu ma surat Tangritog'ning bir hayvatlik qiyofasini aksatib aeroplan tatgan surat bu haliqi. Tangritog'ni aytib shundoq qilib acayip chiroyli ekan. Bundaq ko'rib boqmagan biz Tangritog'ni haqiqatan. Shu bo'liqi aeroplan bo'lmasa, buni pastdan bunda ko'rib. Acayip hayat ekan. Bu suratlar shundoq desek gapni
Qısaq yığışdırsak bu Bir resminiz var demanda nemi çiçekligende almılıq bu deyme resminiz yava yav yürük mavu. ya yav ürüke bu bana bək təsir qılğan resimlərdən birisi. Bu suratmı şu 2016 yılı 3. ayının 28'i Künes'nin şu Turgun yazısı degan bir yazı var ekan. Şu tağ bağrıda şu neçi Momoya'da şu nim var ekan da şu yav yürük. Yav ürüke. He. Çiçekli. O yav yürüklükki basa nima dese surat tatığa ya bekçik. Qat ketken orman aşımışdalık yaylaq aşındaq nimeler aşının içinden üzüge kerek bir eser çıkıdı. Muşunun bir adamni bir hayajanın sağıdak bir nime bayqaş ya bir aşı qalayım qancılık içindenço. Bu bir maharet bu böyle. Küs gibi iktidar bu. Muşu suratni ben hem de şu yerden nurgun adam surat atadı da neçe min adam var. Qaysı kim bunda tataldı uqmayman. Men başqalarının gibi bunda tatqanını görüp baxmadım. Bu yerden var ama at var. Olcunun atları mana bu. İli atları. İli atları andın mavu yaylaq andın yaylaq yav ürükten bu bir adam geldi. Yana ettiğimdeki muzika, nakşa, bunda bir lirika bunundan urğup çıkıp durdu. Surat gerçi bir cansız narsa olsun mu? Şununla kögüçi, şunu his qila alsa, bayqay alsa, aşından çık uçurup bunun. Bu hakikaten pek esil bir resimlerden birisi. Vatanın qanchalik güzelliklerini gösterdi. Mavu muzattığı Dağlıq bir jayğı hem de bunu tarixta Olcu bilen Janubni Qashqa, Aqsu, Xotanni bağlap turganda Muzdavanı. Müşedin Qashqadan nimeden kelgan adamlar Muşu davan arqılıq Müşedin Mongol kürək düşüdü ekan tuqcha, Muşu davandan atlap. Bu Uyg'urlarning ki tarixida bo'lib o'tgan nurg'un hikoya qismatlar guvoh bir tog' bu endi. Nurg'un romanlarning hikoyalarininki demisida bosh qahramoni. Shu Nuzugummu mushtaqdan o'tgan shu uch viloyat inqilobining shunday Supaxun başlaganlar qo'shin bir polik askarma mushtaqdan o'tib nimaga Aqsuga shu joyda kurash qilgan. Shu 2016-yılı baksam nimede 2015 veripdim ben. 3-4 qitim bardım bu yerga. Aşağıda bir nimbaki bir meçit baki aşı tağının bağırdıço. Bu aşağıda bir Uygur ayal baki bu nim meçit deb sorasam aşı Supaxulla şu vaqtida neç ay aşağıda turup dikenço şu askerler aşağıda bir polik asker. Şu çağda namaz okuş için şular sağan meçit tarihi var bunun meçitninki. Aşağıda bu bekçik hikayesi var bir halkımızın nurgun göz yaşları şundaq bir kısmetleri yoğrulgan bir hikaye demo tarixini bayan qildigan bir tağ bu. Bu altın tağdek çıkıptı hakikaten yani bir baylık nima ifadelaptı. Vatanimizin bay yaşat. Doğru. Bu suratni hem de tartış için biz kunning chiqqan vaqti qizirib hamda-ku. Muzluq cho'qqilarga kun tushgan vaqti mush suratni tartış için yerim kechida o'rnimizdan turmizdan ha. Yerim kechida o'rnimizdan turib apparatlarni tiklab aşağı taxib tutsak ondan kun chiqdi bu o yaz vaqtida 7-ayda kun degan saat 5 bo'lg'alda chiqadigan vaqtlar-ku bu. Şu paytni kutib shunday demek aşı bir fotoğrafның nimesi aşına bir icadiyet nimesi tushgan vaqtida uyqusini unutuldu. Arg'illiqni unutuldu. Qo'shig'ini unutuldu.
aşu bir icadiyeti Uygulan halde ha. emelge aşırış için bütünlüğü yüzünü unutulup durup şu nimeni yartalaydı. Ondaki asa iş yok bir yerde. İrişidigan nese az töyleydigan bedel bekçi. Aşu nimede şaya nimede vatanның bir naisi bir fotoğraf bir inim dostum var. O aşu bir restoran açkanca. O restoranga jiq mablag' silib echib diken, onundan yılda bir milyon da kirim qildi diken, o kirimni nim qildi diken dese bu şu dala maşinisi, andan şu aparat derxillar, közler aşı. Bir günü şu bağa vaqtımızda ayalı qaqşap ketdi bununki. Bu mening bu yo'ldoshim açmış restorandan bo'lgan kirimning hammani şu suratda ataman deb şunun sarf etdim. Maşinaga may qaçılab, o öydüm düzük oltamaydı. Şu restorandan kirimimning hammasi şunun nimasi kirib ketdi. Ya bu tatqan nimasini bir pung kirim kirmeydi. Qanda adam uqmadi deb gap qilsanglama adamga. Bizning öynüm oylasa deb aşındalık bununla sevdayla kirişkende mani tatimen tassam bunundan mançılık kirim buluş gerek deb manda oylasa uçakda bir eser yaratamaydı bunun. Elbette. Bunun da mininki hem aşırılık balınınki dim tutkay olmasa o bir yaxşı bedi eser yarata alsam deyip bütünlük kallasıdaki oy fikir şununla qartılgança. Qanda da men bu milyonunu sevip bunun da nimasam bana ziyan boldu eken dep mani oylamagan bu. Yani bir sual bu suretler jiq hamda yani bir sual cevap bergeç göstünde qalgan nimeler. Maqul. Hazır amdi 1 saat 20 minut boldu. Vaqtimiz xeyli eşip qaldı amdi. Hazır amdimiş fotoğrafçılık san'ati dünyada qaysi seviyede amdi Uygurlar sizge oxşaş pidakar fotoğrafçılarımız bizning bu san'at bilen bizning xalqimizni tonuşturup, muşundaq vatanning güzel tağ daryalarını xalqimizga köstüp, mana bugün acayip yeni neslerini köydük. Muşundaq qıldыңlar. Elbette hazırımda qarsam dünya bilen musabaqaga düşäleydigan seviyede gaplar. Bu emdeylik adamның talant degen nersini tuğmu boludu, işçide ba nersini şu. Eğer azraqlı şarait olsa şu qilish qitirishidika insan degen. Şunu qıpsiz, hakikaten bunun nurgun ecir sığdırıpsiz. Ama behmi qimmatlikka bu resimleriniz. Hazır amda dünyanınki kelgen seviyesi qayada, Uygurlarınki bu sahadaki seviyesi qayada. Hammamizin qolumuzda bir dalın telefon bar hazır. Siz degen oxşaş abaytın. Hammamiz aşı bir näsläni tat, yeginimizni, kiyginimizni, baga yerimizni aşıp bütün dünya elan qıp turýatymyz. Emdi hazır mıda qarsam bu sizge oxşaş oylaydigan bu fotoğraf sanatçılarınki qımmati teximi yükseldi dep oylayman. Hazır hemme adamның kolda nim bolgan bile, resmi tatış imkaniyeti bolgan bile ama bundaq inçikilik bilen qarap, bundaq çoğ näsläni kolga keltirgenler elbette en qimmatlikem, teximi qimmatlikem hazır. Muş jähetden azraq sözläp bergen bolsaňyz, hazır emdi biz meselen yaşlar bu jähetden terbiýelenişini halaganlar nimelerni qilish gerek, şu jähetden biraz sözläp bergen bolsaňyz merhamet. Yaxşı sual boldy. Dünyada abaytın dedim foto suretçilik kesbi 1839 yılı barlıq gepke foto aparat. Hazırgacha bu foto aparat üskünlerinin bu sanaat pek terak kıldı bu. Men emdi şu foto aparatla tanışıp nikaha vaxtında lentliqti bu aparatla. Şu vaxtdaki 90-njy ýyllardan 80-njy ýylyň ahyrı 90-njy ýyllar andan şu kiyin aparatlar, foto aparatlar dijital aparatlarga köçdi. Şunda bir
qimmatli tarixiy o'zgarishlarni beshimda o'tkazdim. Ben şunun şahit oldum-ku. Shu bosqichlarni bir-birlab beshimda o'tkazdim. Bu foto suratchilik, bu foto apparatining texnikasi odamni hayron qoldiradigan darajada o'sdi bu. İqtidori bo'yicha. Endi hozir kelganda, shu 10 yilda ko'p qoldi, shu olma telefon bu foto apparatining nimasini, jiq iqtidorini olib ketdi bu haliqi. Bu olib ketdi deganlik endi shuliqi odatdagi kishilar to'pladicha bu haliqi. Bu odat kishilar to'pi deganimiz, ya'ni 99% odam tashkil qildi. Bu bizdagi kasbiy fotograf, nima degan odamlar yana az dunyo bo'yicha qismi yana sanoqli odamlar-chi bu. U bir cho'ng bir qo'shin emas u. Unda bo'lgankin bu taraqqiyot har qancha bo'lsa-mu, bu kishilarning turmushiga xo'shallik olib keldi. O'zining masalan shu tug'ilgan kundaydi, balla bu vaqtlar tug'ilsa, uning xotirasi, uydagi har xil turmush xotirlari, tuqqanlarning xotirlari deymiz, mushlar. Shunda nimalar deydi, sayohat xotirlari deymiz. Shuni qildim faqat bu-chi. Buningki o'rni, roli mishada bu yerda. Ama bu bizning kasbiy fotograflarning qildig'ini, ya'ni biz cho'ng apparat tayinimiz, yanına şu bedelini to'laymiz. Uningdan u bedelini to'lamay turib, ashundaq japan chekmay turib, ashundaq chiqimni qilmay turib, yaxshi bir nimaga erishamaymiz biz-chi. Bu endi kelgusini yana bir digil olmaydi. Endi nima uchun deganda hozir AI texnikasi bu sun'iy aql texnikasi chiqdi. Hozir shu yumshoq detallar, shu suratni bir taraf qilish, yana bir ajoyib bo'layotdi. Ham kelgusida qanday o'tadi? Buni birma digil bo'lmaydi. Hozir lekin taraqqiyot intayin tez odamni hayron qoldirgan bo'layotdi. Endi surat tortish abaytın deganimdek 70-yillarda men bilgan vaqtdagi monopollik bir nimadan kasbdan hozir ommaviy bir kasbga aylanib ketdi bu. Shu chog'da masalan 70-yillarda bir oilani misol olganda bir tug'ilgan kun deyli yoki bir manda bir ahamiyatli bir ishni xotirlab qo'yla desa, oshunda bir fotograf kasbiy nimani taklif qilmay amal yo'qdi. Shu chunki u har bir uyda bir apparat yo'q. Uni bir testi uçaqda bir parça surat tushishning o'zi. Ya bo'lmasa shu noy bozordagi ya shahardagi shuni berib suratni tushish kerakdi. Hozir undaq ehtiyoj yo'q. Bu surat qachon xohlasa, qanday tatqisi kelsa, qanday tushgisi kelsa shunda tushidi. Bu bir shunda bir ko'ngil ich faoliyatidek turmuşning bir güzel bir aslimini qoldiradigan bir nimaga aylanib ketdi hozir. Bunda bo'lgan yaxshi. Bu chunki bu bunda bo'lganda odamlarningki qo'shalligi turmushdagi nimaga bir mazmun qo'shildi degan gapchi. Yana bir deganim endi bu bir masala demoqchiman, bu axborot surati. Axborot suratimiz deganimiz bu yerda axborot yuz beradigan ishlar tuyuqsiz yuz berdi-chi bu ishlar. Bir bino portlab ketgan, yoki mashina bir yerda soqishib ketgan, yoki bir nima, yo bir shuna bir o't ketgan degandek ishlar. Buniliqi shu gazitxonning muxbirlari, yana bir kasbiy xodim uni anglab kelmoqchi bo'lgan ish burun bo'ldi. Ashar o'tgan odamlarning hozir odamning qo'lida bir telefon bo'lgan keyin uni tortib oldi-chi. Kim shu naq maydonda bo'lsa, shu darhol tortib oldi. Endi uni sosyal medialarga chiqarib yetadi uni. Axborot shu gazitxonlarmi bir nimalarmi shu suratlarni ishlatadi hozir. Chunki u surat hozir naq maydon nimasi qimmati bek
boğaşqa onunki. Maciyatta bek bu axbaratçılık nimesi bu amövilişip ketdi hazır. Kim şu naq meydanda bolsa, kim baldu bayqay alsa, şu tat alsa, şu suretini yolda bitti do, şunun bilen o nimegi dunyaga aşkarlandı bu nimesi. Şunun üçün hazırlıq məxfi işlərə aid azib ketiyatdı, məxfi qıldığan nurgun işlər hazır aşkarlanıb ketiyatdı. Olub dövlətlərin, hökumətlərin ular üçün siz degenge oxşaş həmmədəm xuddi bir xəbərçidək işləydi. Şuna ketdi bu axbarat nimesi hem de ornep ketdi sepildi bu aşında amövilişip ketdi. Kim baldu tatı alırsa, kim bayqay alırsa, şunun nimesi başta çıkıdı o surette. Şu axbarat yok bop ketdi hazır. Muxbir şu. Burun bolsa aşı bir vaqa bolsa, onundan xabar tapqan kasbi muxbir berip, onu taatip lentlik vaqtida onu yuyup, Nikultaqanqa aşı bir gizlik çıkıp boğucu, bir yer taqap boğucu mu bir gün şunda vaqtlar ötütüçü. Bunda mesela neçə sekundunun aldığı yüzbəgə işine dünyaga taqatıp dereydi hazır. Bundaq bir devrini, şunda bir devirde turvatımız hazır. Hem de bundaq şəraitdə hem de yani evlatlarınki şu sizge oxşaş fotoğrafçı bolup yetişip çıkışı üçün bu paylıqmı, ziyanlıqmı hazırki şərait? Sizin şagirdiniz barmı? Siz tərbiyələyətqan bir Uyğur yaş barmı? Miyede Boston'da bir neçə balını tərbiyələyətmən. Endi bununla jarayan gidiyor. Aldı bilen şu toy tökünlerine tartışını, şunundaki adamlarını kamlaştırıp tartışını başlavatımən. Qandaq toy bolsa, nereden kirip nereden çıksılar, nimeler diqqat qilsalar, qanday ifadalaysizlar bu jarayonda. Degandek. Endi bu men yani bu foto suretçilikning qayda qonuniyatlarini, onun qanday sapa hazırlaş degandek nimelerni übütmen. Endi keyin endi o davamlıq tirişip üzüp çıkış yanına yüzünün nimesiga bağlıq boldu. Aşını yaxşı görüp şu bedellerini төлeymen dese şu japala çekimen şu nipulmen dese en mühimi bir davet degenimdek yüzdelik bedi dit buluş, kuruş buluş bu pek mühim mesele. Bu maytırıp yani o mantrismo yani bununki yaramlık erciyetten yetişip çıkan fotoğraf buluşu natayen hem de. Bu çünkü bu bediyi hücre o kiyin okup terbiye ep yitildirip algın bulduğun narsa emas bu. Manda bir narsa bu. O adamnınki yüzdeki bulduğun bir aslında kendi bulduğun yetişip çıktığı hücrede. Bunda oylayman. Hem de ben üzemdeki bu şundaq nurgun bilimlerini öğrenip men tecrübelerini yakınlayıp men her qanday bir Uygur farzandi mening yanım kelip yoki men bilan aloqa qilib öğrenmen dese o men qizillik bilan onunğa yordam qilaman, qo'llayman, bilimimni hargiz ayamayman. Onunğa men tayyor. Ama şu fedakarlık ruhu buluş gerek değil mi? Yaşlarda edilen gepimiz. To'g'ri, abaytın deganimda bayjiq narsaga munosabat demişçilik, dedim ki edebiyat pishib yetilishi kerak. Shu adabiy asarlarni yaxshi o'qish kerak, tushunish kerak. Shoirlardek shundoq tafakkur qilish kerak. Muzikani bilish kerak. Muzikadan huzurlanadigan, usuldan huzurlanadigan o tarihi bilimlerini bildiğin
coğrafiyani obdan bildiğin bir universal sapağını yetiştiriş gerek değil. Bu pek mühim mesele. Bek çıraylık geldi. Körüp kanlığını bolduğan resimde emesler kıldı. Mavo Cungar Hakikaten. uymanlığı, Cungar uymanlığında bir şey yavu işek pek köp bir yerde. Ha. Ceren, şu Ha. tikke degendek şu. Ama şu gün oldurağı yakın ne kısam şu yavu işekle şu da ütep kaldı da şunda bir keldi bu. Şunda kün ondan bu olarak canlıkla ondan bir keng ketken bir dünya Cungar uymanlığı. Şunda bir obrazlık ifadelendi bu sürekli. Kesinlikle. Yana Mındak bir sual geldi. Bu süretten qaysı torbettin kösek buldu, torbetli bağımı depçu? Togra torbitim ba işte çiki torbitim ba yakında bir o Harvard'da körgezme kıldığanga onun bir yeni bir torbet dayıldık. Ondan o meninki abdikimahmet.com dediğim bir major o nime diço Instagram'ını açsa şunun bir ulanma ba. Instagram'da. Instagram'da bir tur ulanması ba. Abdikim Ahmet yapma. Abdikimahmet.com. Şeyden kösek oldu kendi. Şeyde kösü buldu. Ondan abaytın bir nimin dediniz sual o nime bu süretlerinki vatan şu Uygur halkıga kandak o çeteldeki dostlar kanda bir ehmiyeti var. Bunun da deydiğim bu süretle bayatın ben bekcik düşündürüp kettim foto süretninki kanda bir nadir eserinin kanda barlıq geldi kaldıgını. Bir parça sürette aşında abayt degenimde nurgun keçirmiş hikaye var bunun da. Şundacık ecirden vücuduk çıkıdı. Bolsa şu çeteldeki şu kıyırındaşlarımız, Uygur kıyırındaşlarımız imkaniyeti bolsa şu öylerini her xil şu maybuyak resimde onun da bezigimiz keldi demez mi? Öygü süretlerini askımız keldi, resimlerini askımız keldi. Bunda bir öyde bu mes çoğun buladı. Şunundan da şu vatanın şu tağ deryaları, coğrafiyalik görünüşleri aks etken mesela Tarım deryası deyimiz, Teklimakan, Toğrak, Tanrıtağ, şu süretlerini bir ya iki parçanın üyü asalısak bu yerde şu üyümüzni, küçük muhitni vatanın bir parçası kurup çıkarlayımız üyünü. Aşı Tanrıtağ bolsa, aşı Tarım bolsa, aşı Toğrak bolsa, aşı Şemşat bolsa o aşı bir neçe parça süretlen vatan puraydı. Vatanımız gibi olan sevgindi, siyasi duygumuz aşının da teselli tapadı. Bu bir mesele. Ondan o evlatlarımız köpüncüsü şu çetelde doğulup çumbulavadı. Ondan bir kısımları şu vatandan küçük ayrılgan. Bulağa biz ata-analarning vatanni tushundirdigan, vatanni tunishtirdigan majburiyatimiz var. Ve çünkü bu yerdelikki bular mishe tug'ilgan keyin endi bu shunday o'xshaydi deb o'ylaydi da bular. Sizning ona vatanning maya bu vatan mandaq. Hozirlikki kitoblar var. Mesela Abduveli Ayub tuzayotgan kitob, ya'ni bu nurgun hazır o'qishliq şu balalarning. O o'qishliqlar bunun o'rnalanmaydi. Bu yeterlik emas bu-chu. Mau obrazlık alda endi balalarga vatanperverlik, vatan söygüsü, vatan mehri terbiyesi ep bardigan bir
yaxşı kural buldu deymen bunu. Doğru deysiz. Bir neçe rol oynayır bir yerde. Bu pek mühim evlatlarımız. Çünkü bu bir evlat kişiler aşında vatanımızı tanımasa, vatan sevgisi olmasa, nimikarın dep çoğuma bitip kalsa, biz şu vatanın ki nemisiga nurgun kişilerge ula vaqt kelgende esqetişin atayın. Doğru deysiz. Biz şundaq bir bayatın siz hayran kaldınız, köyçilermi şundaq zoqlanganda bu suretler. Aşırı suretlerini üyümüz asalırsak, şunu bolsun mening bir uyum var, şu kitap neşir kıldıgan, bu kitaplar üydi bolsa, ballarımız aşına varaqlısa, köse, şu andın ata-analar muşunlarını dep tutsak, biz yurtumuz muşundaq cennettek bir makan, bek güzel, bek isil, tağ deryalar degenine aşu nait körkem, dep muşu geplerini desek, terbiyeni davamlaştırsak, bu balla çokum aşu vatan gibi olan bir şundaq bir sadaqatmenlik bilen mihriba bolup çoğ boldu dep oylayman. Doğru deysiz. Hazır hem de ballaylığı biz hem deyimiz elbette ama aylık körüp vatanın qandaqlığını bilmeydi. Chet el tug'ilgan balla berip bakmadı, vatanın qandaqlığını bilmeydi. Mavi resimler ularnınki mıngısıda vatanın qandaqlığını gösterdiğin nayet muhim isbatladı. Vatan muşundaq, mening vatanim şunchalik chiroyli, aytaq jannatga o'xshash bir yer deydigan bir tushunchani bolalarimizningki kallasiga o'rlashtirishda mush vatanning suratları, vatanninki haqiqiy manzarasi nayet muhim. Doğru deysiz. Doğru. Mümkün bolsa siz bunu bir toplam kılıp bu resimlerinizni toplam kılıp çıkara alsanız, şu toplam her bir Uygur'un öydi bolsa, onundan keyin ramkalarga elip çaplasak degenimizdek assak, ballarımız şularni körüp çoğmasa bekme esli boğadek. Doğru. Andan biz şu chet elde mana bir meselege düşkenmizçi. Şu chet ellik dostlar bilen münasebet kılmaz. Bazılarga bir işler kep soğuk bir işimiz doğru gap kaldıçı. Bu çünkü bular soğuk bir iş biz Uygur'un tefekkürü, Uygur'un nimesi beyici üzümüz alaka kılgan perdigi soğukatını kalsak bazıda ularga doğru kelmeslik mümkün. O çünkü biz yaktıgan nemini o yaktıramdan mesela dopu belsek bu dopunu kiyemeydi o. Qanday qildim uqmayman, lekin ba'zi chaqda muvofiq bo'lmay qoldi. Mushunda bir surat bo'lsa, bu mening vatanim, meni bir mushuni bir saqlab qo'y deb qilsak, shu agar shu suratlik to'plam bo'lsa, uni so'qsak, u buningdan cho'qim baxo'sh bo'ldi. Endi bu chunki bu suratlarga til to'salg'usi yo'q buningda. Har qanday bir inson buni ko'rib buningdan zoq ola oladi, huzurni oladi. Shunga bu shu chet eldagi do'stlar bilan bo'lgan aloqani o'rnatishga, ularga eslimi qoldirishda bek muhim bir rol o'ynaydi deb qarayman. Doğru deysiz. Doğru deysiz. Endi vaqtim berip qaldı, nayt yaxshi undan söhbət oldu, naytım chiroyli rasmlaringizni ko'rdik. Vatanni bek sevg'ingandik. Biroz endi o vatanning o'ti biroz peseganda qilmaydi, endi bir cho'ng bir tasalli bo'ldi. Bekmi g'ururlandim ben. Vatanning bunchalar chiroyliligini siz obrazli qaldim deb ifodalab berdingiz. Hozir yana bir rasmni ko'rib turibdim, bekmi chiroyli buni bir ko'rsatdi ekranda. Bo'ldi. Bu naytım chiroyli rasmlardan birisi. Bo'ylaqi yavi almaliq, yavi o'rikka. Bu yavi alma bu shu yavi alma. Künes nahisinin almalık yezisinde şu Temirtağ'ın yan bağırda şunda bir çeksiz ketken yavi almazarlık var. Tarihi bir şehir şu muşundaq boğaşqa almaliq deb nem qilib tikanda bu Tuğluq Temirxan'daki paytaxtı bo'lgan şehirlerden birisi. Doğru. Ama ben o telk tağlarını sayram atrafına neçe qitim bağan kichigimizin tatib berip
qilgan üyeler hakikaten hazır oylasamış hayalimdekidek turudu. Bekmi chiroyli, bekmi esil üyeler. Doğru. Ahirgi sözlerimizni alay emse köstün bu barlıqda Doğru. ahirgi bir neçe cümle sözünüzü alsam, ondan keyin programni asassa dem qilaylik, ahirlashtiraylik. Bu bugün Mavu Uyghur Akademiyasınınki tor söhbetiga qatnashib şu bizningki vatanning güzel tağları yalları, tarihi medeniyet izleri, tarlıq suretlerini Uyghur halkı tunuştuğanlığımdan şunlar çeksiz hoş bulavatım. Bu bir o yakında Harvard'da ötküzülgen foto suret körgezmesinin yeni bir davamı bu. Bu körgezme 4. ayının 10'dan 6. ayının 30'ıcı buldu bu. Muşu arqılıq halkımga Çin yürgümdeki sözlerimle diyerlegeldigim foto suretçilik hakkında uçuru birerlegeldigimden hoşal buluvatımen. Olsa emde muşu bayetini ben digendek biz emde elbette bu chet elde turmuş asan emas. Hemmimizning özümüz tutuşluq qiyinchiligi bor. Lekin shundan bu sharoit yorbaga ahvolda bayetini ben digenimdek bir necha parcha suratni uyga asalasak, özümüz onundan vatan sevgisini qandıralsak, evlatlarımızı evlatlarımızı vatanı düşündürüp vatan üçün küreş kıldığan bir evlat kılıp terbiyeleşke şu suretlerinin rolden paylansa dep şunu tavsiye kılman. Köpçilik rahmet. Köp rahmet. Xudoyim bersa xalqimiz shunday qilishga tirishyotidu va shunday qiladi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa bu Harvard universitetidagi bu ko'rgazma davom qilyapti-da. Kıvatıda Şeydekiler şu imkoniyati borlar, Amerikadagi qarindoshlar, Kanadami yaqin shular berib ko'rsanglar bo'ldiki, nima degan yaxshi. Qadrli ko'rurmanlar, bugun vatanning manzaralarini, söyümlü quchug'ini biraz hayacanlanıp kaldım o resimlerini görüp. Ve insanı hayran kaldırdıgan güzelliğinden behirlendik bu programda. Vatanning dünyada bebaha ve tangdaşsız ikenligini yeni bir qitim tonup yettik. Ben şunda his kep kaldım yani. Birtallik bizning vatan dünyada hech qanday bir başka yerdeki coğrafiyalik hammaning o'zgacha güzelliği bordu. Lekin bu ko'rgan resimlerimiz başqacha güzel, başqacha bir haqiqiy bir jannatdek ekan vatanimiz. Abdülhakim efendimga rahmat aytman. Vatanni kezib жүрүp tatqa resimleri ve yaratgan neticelerinin vatanning ve Uyg'urlarning dunyoda tonish uchun xizmat qilyotidi. Texmi tonilishini mush resimler orqali abim o'zim deb o'tib ketdi. Biz nurg'un maqolalar ve nurg'un kitaplar bilan boshqalarga vatanning qandaqligini tushuntirishdan bir parça resim belki bekrek ta'sir qilishi mumkin, bekrek mangsiz qilishi mumkin, qalbsiz qilishi mumkin odamlarningki. Bu vatanning qandaq bir vatan ekanligini. Bunun bilan birga boyliqlarini ko'rdik. Shunday qilib yavi eshaklar, uningdan qushlar, aqular, tog' daryolari, o qarg'aylar, bularning hammasi bir davlatning, bir vatanning, bir xalqning boyligi degan gap. Muşularni ko'rdik. Shuning uchun sizga ko'p rahmat aytaman bu ishni, bu kasbni tanlab, axir o'zingiz to'g'ri kasbni tanlabsiz. Ama naytimi esil bir kasbni tanlabsiz. Onun ustiga nurg'un qantar singdirib, o'zingizni beg'ishlagan holda qilganligingiz uchun mana shunday natijalarga erishibsiz.
İşlerinizge utuq dileýme, teniniňizge salamatlyk dileýme. Ekran aldyky siz görünmelerime rahmet eýtime. Programmyzyny muşu ýerde ahyrlaşdyrmys. Naýdym ýaxşy ýaxşy tileklerini bildirdi bizning görünmelerimiz. Sizlerge rahmet eýtime. Keler gytamlyk akademiýa söhbeti görüşikçe aman bolňlar. Allaha amanet. Haýr hoş. Hayır, hoş. Hoş.